Xo'p akalar, barchaga assalomu alaykum. 2026-yilda inomarka olaman deganlar uchun Haval avtosaloniga yetib kelganmiz o'rtoqlar. Juda ham zo'r yangiliklari bor ekan. Shu haqida to'liqroq ma'lumot olib o'tib ketamiz o'rtoqlar. Haval avtomobillarining hamma modellari bor do'stlar. Bu video oldidan videoga albatta bitta like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Xo'p, barcha mashinalar haqida, barcha shartlari, qanaqa to'lov turlari bor. Xo'p, bank naqdga qanaqa bo'lyapti, lizingga qanaqa bo'ladi, hammasi haqida o'rtoqlar to'liqroq ma'lumot olib o'tib ketamiz. Jamshid aka bilan birgalikda videoni boshlaymiz. Jamshid aka, charchamayapsizmi aka? Tinchmisiz? Bu sizga aka? Xo'p, Jamshid aka, Haval avtosalonidan obunachilarimiz uchun qanaqa yangiliklar bor? To'lov turlari qanaqa? Shu haqida bir qator ma'lumot berib o'tib ketasiz aka. Bo'ldi. Botir aka, avvalambor xush kelibsiz va barcha obunachilarimizga assalomu alaykum deb qolamiz. Ko'pchilik o'zi YouTube'da meni Havalchi aka deb tanishadi. Birinchi bo'lib, men sizga hozirda aynan trend bo'layotgan avtomobilni ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni Haval Julian avtomobili. Haval Julian avtomobili 3 ta pozitsiyadan iborat bo'ladi. Bularda narxlariga keladigan bo'lsa 279 million 900, 309 million 900 va 329 million 900. Hozir 3 ta pozitsiyasi bor, to'g'rimi? 3 ta pozitsiyasi bo'ladi va hozir ko'rib turganingiz bu aynan 3-pozitsiyasi bo'ladi. Ya'ni 329 million 900 Botir aka. Eng fulli, to'g'rimi? Eng full pozitsiyasi bo'ladi. Endi bunda xususiyatlari tepasi polniy panorama, 360 kamera jihozlangan, ichi kojinli salon, isitish sistemasi bilan jihozlangan, polosa udержания, avtotormojение va to'lov shartlar asosida siz bemalol xarid qilishingiz mumkin 0% dan. Ya'ni qanday bo'ladi? Рассрочка bo'ladi Botir aka. 30% to'lab 12 oyga, 50% qilib turib 18 oyga yoki 60% to'lab qilib turib bemalol 2 yil, 70% 3 yilgacha olsangiz bo'ladi. Hamda undan tashqari to'lov shartlarida bunda hozirda naqd, avtokredit, bo'lib to'lash, lizing rassrochkalarimiz mavjud. Lizing ham bor, to'g'rimi? Da, lizing rassrochkalarimiz ham bor. Endi bu avtomobilimiz ranglari 5 xil bo'ladi. Botir aka, oq, qora, ko'k, qizil va sariy ranglari mavjud. Hozir 5 xil. Da, 5 xil rangi mavjud. Bu beli jemchug ekan ko'rsatayotganimiz. Ichlari juda qulay bo'lib ishlangan Botir aka. Podveskalarni ham ko'radigan bo'lsangiz 64 xil rangda yonuvchi, head-up display, sensorli ekran bo'ladi aka, isitish sistemalari va hattoki buni salonini rangini ham tanlasangiz bo'ladi. Hozirda bizda qora va oranji ranglari mavjud. Podstakani joylari. Hozir 3-pozitsiyamizda bu nima deydi? Shaybali skors, to'g'rimi? Shaybali bo'ladi. 1, 2, 3-pozitsiyasida ham. Farqlari komfortiga qarab. Mana to'g'ri, kojinli polniy. 5 o'rindiqlimi aka bunimiz? Bu avtomobilimiz Botir aka 5 o'rindiqli bo'ladi. Orqalarini ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Endi qarang, men sizga bitta narsa aytib o'tmoqchiman, Botir aka, keling obunachilaringizga bitta hisoblab beramiz. Bo'ladimi? Haval Julian'ni hisoblab beramiz. Qanaqa bo'ladi? Haval Julian avtomobilini aynan hisoblab beramiz. Oylik to'lovini. Aynan qancha va qanchadan tushishini ko'rsatib o'tamiz. Keling Botir aka. Mana o'rtoqlar, eksklyuziv video bo'lyapti. Polni oylik to'lovlari bilan hisoblab, bosh to'lovi qancha bo'ladi? Mana Haval Julian avtomobilimiz hozir sizda narxlari, misol uchun Haval Julian avtomobilimiz 279 million 900, 309 million 900 va 329 million 900 bo'ladi. Endi siz qaysi qulay shartlarda olsangiz bo'ladi. Misol tariqasida aytib o'taman, siz 3-pozitsiyasini olmoqchisiz. 329 million 900. Siz 70% dan to'lasiz, 3 yilga 0% dan qilib beraman. Ya'ni oylik to'lovingiz 2 million 749 ming so'mdan chiqadi. Yoki-da siz 279 million 900 ligini olmoqchisiz, avtokredit qilib. Avtokredit ham bizda bor-da, bemalol aka. 16% avtokreditimiz bor, 2 million 41 ming so'mdan tushadi. Yillik 16%, to'g'rimi? Da. Xohlasangiz, sizga taklif qilishim mumkin. 60% ni to'lab 0% dan 2 yilga olishingiz mumkin. 4 million 665 ming so'mdan tushadi. 50% 280 millionlik mashinadagi. Undan tashqari, Julian avtomobilimizdan tashqari Botir aka bizda hozir Haval Dargo avtomobilimiz bor. Uni ham bitta ko'rsatib o'tsak, nima deysiz Botir aka? Zo'r bo'lardi aka. Bo'ldi aka, yuring, mana Haval Dargo avtomobilingizni ko'rsatib o'taman. Haval Dargo yo'l tanlamas hisoblanadimi aka shunda? Haval Botir aka bu bizda hozirda modellarimiz ichida eng yo'l tanlanmasi bo'ladi. Ya'ni bemalol ketaveradi. Xohlagan yo'lingizda o'zingizni
ajoyib his qilasiz demoqchiman-da. Shunday. Bu avtomobil ko'rib turganingiz Haval Dargo bo'ladi, Botir aka. Narxi 429 million 900 va 399 million 900 tashkil qiladi. Hozirda ko'rib turganingiz aynan 429 million 900 ligi. Xo'p, nechilik motor bo'ladi aka bu? Bo'ladi, motor 2 lik bo'ladi, germanskiy motor. Motorni ham sizga bitta ko'rsatib o'taman. Xo'p, ikkilik Ikkili motor turbinami aka bu? Da, turbina motor bo'ladi. Germanskiy degan sababim nimasi germanskiy deyishingiz mumkin. Motorimiz misol uchun Bosch sistema bo'ladi aka. Mana oddiy Hayset. Endi odamlar buni biladimi, bilmaydimi? Obunachilaringizni bitta so'rab ko'rasiz. Hayset Maxle kompaniyalari ishlatilgan motorimizdagi. U degani uje Germaniyada aka mahsulotimiz. Temirni qanligi 73% bo'ladi. 4X4 mashinamiz. Aka, bunda eng ajoyib tarafi sizga bitta narsani ko'rsatib o'taman. Haval Dargo nimasi bilan ajralib turadi desangiz, buni qarang. Mana elektriskiy bagajniklar ochilishlari. Aka, sizda misol uchun siz borishingiz mumkin ovga yoki qanaqadir yo'llarda sizga 220 volt kerak bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Mana aka 220 voltlarni ham bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Ha, mana bu yoqda 220 volt chiqarib beradi. Tushunarli. Aka, yana bitta tarafi, buni o'zini subwoofer bor. Nima deyapti aka? Subwoofer. Bu subwoofer bo'ladi. Mana o'zini Zavod zaxira baloni. Zavod tomonidan. O'zinikidan aka hech qanaqa ajratib turib dakatka emasda. Bir xil. O'zinikidan bir xil sakadiskali bo'ladi. Mana ichida bu subwoofer bo'ladi. Subwooferning firmasi aka biladiganlar uchun aytib o'taman, Infinix bo'ladi. Infinix? Da. Mana uni ham ko'rsatib o'taman aka. Mana aka Infinity kolonkalari zavodskiy o'ziniki. Endi bu juda qimmat turadi. Brendoviy, to'g'rimi? Da, brendoviy aka, ma'lumot uchun aytib o'taman. Bunda ham aka ichini kojasini ranglarini bemalol tanlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz oq turib, xohlasangiz молочный qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz qora salonda aka. O'zlariga xohlagan ranglarni o'rtoqlar. Bundan tashqari necha xil rangi bor aka bunimizda? Buni 4 xil rangi bo'ladi. Asosiy ranglariga keladigan bo'lsak, oq bilan qora. Va undan tashqari mana bu rangi grafit rangi deyiladi va to'laqonli oranjevisi bor aka. To'liq oranjeviy rangi mavjud hozir sotuvda. Endi bunga Botir aka bitta obzorni ham qilsangiz ham bo'ladi. Hozir bunga garantiyasi qanaqa aka o'zi? Garantiyamiz aka avtosalonda 5 yil garantiya bo'ladi, zavod tomonidan berilgan garantiya. 5 yil. 5 yil 150 ming kilometrgacha. Tushunarli. 5 yil o'rtoqlar, undan tashqari 150 ming kilometrgacha garantiyalari mavjud. Xo'p, mana salon holati ham. Mana monitorlari ham o'zgacha ekan lekin, monitori endi zo'r ishlangan Botir aka bunda. Qanday o'zingizga qanday, nima deb o'ylaysiz Botir aka? Zo'r aka. Yo'l tanlanmas, 220 volt chiqarib beradi. Hattoki bunda massajlargacha bor. Ha, sidra massajlar. Massajni bitta anaqa ko'ramizmi aka? Ishlatib ko'ramiz. Ishlatib ko'ramiz. Bo'ldi aka. Qiziqqanlar uchun. Qiziqqanlar uchun siz o'tirib oling bemalol, Botir aka. Yops. Bitta tormozni bosing Botir aka. O'zini payam sideniyasi bor. Sidenkani o'tirganingiz bilan sразу olib kelib qo'yishadi rulga. Mana panoramasini tomosha qiling. O'zingizga moslab bossangiz ham bo'ladi o'rindiqlarni. Nima deyapti aka? Isitish, sovutish, avtomat korobka shaybali bo'ladi. Simsiz zaryadlash sistemasi aka. Mana barlarni ko'rsangiz bo'ladi bemalol aka. O'zini hattoki deflektorlari ham bor barda. Sovutish, isitish, bemalol aka. Ikkitali pult bo'ladi. Endi asosiy funksiyalarni sizga ko'rsatib beraman. Bunda hozir biz siz bilan massajni aniq qilmoqchimiz, sinab ko'rmoqchimiz va o'zingiz aytasiz. Mana panoramasi ochilishi bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Okay. Mana qo'yishdimi massajingizda aka? Nima deyapti? Qanday? Botir aka? Shu narsa bo'lyapti-ku.
Endi tasavvur qiling, Katta uzoq bolalarniki yo'ldasiz, ekan, katta bolalarniki yoki uzoq yo'lda ketyapsiz. Massajlarni qo'shib, Shunday. dam olishlarga borsangiz, dam olish maskanlariga. O'sha odam charchamas ekan, uzoq yo'llarga Charchamaydi umuman aka. bemalol. Hattoki shunaqa funksiyasi borki, aka, svetoforda, misol uchun ekonomishni funksiyasi bor. Svetofor qizil yondi, to'xtadingiz, mashina o'chadi. Gazni bossangiz, zavoyat bo'ladi, yana ketaverasiz. Ha, gazni bossa bo'ldi. Da, bu ekonomishni variantlaridan biri aka sizga. Hozir Polasa udержания hamma narsasi bor aka. hozir nechta rejim bor? Hozir normalda turibdi Bunda mana aka rejimlar. Sport, eko, sneg, trava, UHB, песок, грязь, sport ketaveradi aka. 8 xil rejim bor. Buni sportga qo'ydim, уже motorning ovozi ham o'zgardi. Ha, to'g'ri. O'rtoqlar. Endi Sport rejimida turibdi. bunda to'lov shartlarini aytib o'taman sizga Botir aka. Naqd, avtokredit, lizing рассрочкаlarimiz bor. Naqd, avtokredit, lizing, rassrochka. Aha. Lizing rassrochkamiz ko'pchilikka bo'lib to'lash qiziqroq hozirgi kunda. Bilasiz, Shunday. rassrochkamiz qanday bo'ladi tartibi? 30% to'lab 12 oyga, 45% to'lasangiz 18 oyga, 55% 2 yilga, 70% 3 yilga, 75% ni to'lang 4 yilga aka. Mana shu asosda bo'ladi. 75% boshlang'ich to'lov bo'ladi, qolgan 4 yilga. 4 yilga tushadi akajon. Qanchadan tushadi taxminan? 1 million 400 dan tushadi. 1 million 400 dan bor yo'q. Bor yo'q aka. Gap yo'q. Endi navbatdagi modelimiz u ham hozirgi kunda trendda bo'lyapti. Uni ham bir ko'rsatib o'taman sizga. Hozir buni nechta pozitsiyasi salonimizda mavjud ekan? Bunda salonimizda 2 xil pozitsiyasi bo'ladi Botir aka. 399 million 900 va 429 million 900 ligi bor. Mana Hozirgi kunda. bu ham 5 talik, to'g'rimi? 5 talik. Bismillah. Endi aka, navbatdagi modelimiz men sizga ko'rsatmoqchi bo'lganim eng trendda bu ham hozirgi kunda Haval M6 avtomobilimiz. Haval M6 avtomobilimiz bunisi 3 ta paysidan iborat bo'ladi. Botir aka, и 3 xil rangi bo'ladi. Ya'ni oq, qora va metallika ranglar. 3 ta pozitsiya, 3 xil rang. Da. И bitta narsa yana aka, xohlaganlar uchun mexanika variantimiz ham mavjud. Ha, mexanikasi ham. Mexanika ham bor aka. 249 million 900, 259 million 900 va 279 million 900 bo'ladi. Motor qanaqa bunda? Bularniki motorga keladigan bo'lsa aka, 1.5 turbo bo'ladi, 143 ot kuchi, 4 Porsche motori tepli bo'ladi. Xo'p. Rasxodlari-chi aka shunga qarab. Rasxodiga keladigan bo'lsak, buni aka rasxodi danliga yuradigan bo'lsangiz 6-604 bo'ladi. Shaharga yuradigan bo'lsangiz 7-706 rasxod qiladi aka. Mana shu asosda. 7-7-6 o'rtoqlar. Germanskiy motor aka, hadovoylari 5 yil garantiya 150 ming kilometrgacha. Gaz qo'yaman deganlar uchun. Gaz qo'yaman deganlar uchun avtosalonimizda gaz qo'yib berish xizmati ham mavjud aka. Bemalol propan gaz o'rnatiladi. Ha, albatta. Servisda qo'yiladi, garantiyaga ta'siri bo'lmaydi, xudo Yo'q, xolasa. umuman aka 5 yil garantiya 150 ming kilometrgacha. 5 yil 150 minggacha o'rtoqlar. Garantiya aka, propan qo'yishsin bemalol aka. Garantiya masala bo'lmaydi. Bunimiz to'lov turlari qarang, sotib olish. Bunda M6 avtomobilimizda to'lov shartlari naqd, avtokredit, bo'lib to'lash, lizing, rassrochkalarimiz mavjud hozirgi kunda. Mana o'rtoqlar. Endi bunga ichiga keladigan bo'lsak, hozir ko'rib turibsiz, bu M6 avtomobili bo'ladi. Xususiyatlari qanaqa deb savol berishingiz mumkin. Cruise control, elektriskiy tormoz, avtohold, pog'onali avtomat korobka aka. Xohlasangiz yaproqchalari ham mavjud mana. Plus minusi bor aka. Bu mexanikaga sizga yordam berish tizimi bo'ladi. Shunday. Oldi o'rni qisitish sistemasi, sport eko rejimlari, tepada lyuklari, orqa kamera, orqa parktronik sensorning datchiklari bor. Start stop bo'ladi aka. Bemalol tomosha qiling. Ichini kengligini qarang, Botir aka. Shunday juda keng. Juda keng. Tasavvur qiling, oilaviy biron joyga boradigan bo'lsangiz. Hozir nechinchi pozitsiyasini ko'rsatyapmiz dedik? Bu hozir sizga 3-full pozitsiyasini ko'rsatmoqdamiz aka. Hozir full 3-pozitsiyasi. Hozir orqa bagajni ham ko'rsatib o'tay. Buni orqa bagaji ko'pchilik qiziqadi aka. 808 litr. Nima deydi? Ha, mana. Juda zo'r, Botir aka.
uzoq yo'lga akalar ketishni yaxshi ko'rishadi, dam olishga, oilaviy borishni yaxshi ko'rishadi. Tavsiya qilaman aka. Juda zo'r. Hozir bunda bemalol propanchani bosib olsangiz ham bo'ladi. Shunday propan joyiga tushadi. propanni ostiga ham oldiga ham qo'ysa bo'ladi. Da, bemalol aka. Holatiga qarab propanni ham bosib olsangiz bo'ladi. Qulay tomonini. Tak, endi to'lov shartlari haqida aytib o'tdim. Men sizga aka, bizda hozirgi kunda bank xodimini ham avtosalonni o'ziga olib kelib qo'yganmiz. Shu joyda o'zida bitadi. Shu joyning o'zida. Bank xodimi ham o'zimizda avtosalonda aka. Saroyatlar kundan kunga yaxshilanib ketadi, bilasiz. Shunaqa. Chiqarib ketaveramiz aka. Mashinani olib chiqish, ketish muddati bir kunda bo'ladi. Misol uchun M6 yokida Julian. Bir kunda kelishadi. Da. To'lov turib kelishiladi, bir kunda ishi bitadi. Rassrochka deysizmi? Bo'lib to'lashmi, kreditmi? Farqi yo'q. Shunday. Mana bu Haval H6 haqida ham aka. H6 avtomobilimiz bu hozirda kunda legendarniy bo'lyapti aka. 4 ta paysidan iborat bo'ladi. Buni narxi aka 324 million 900, 354 million 900, 369 million 900, 389 million 900 ni tashkil qiladi. Bu hozir ko'rib turganingiz aynan 389 million 900 dagi. 389 million 4-chi paysasi bo'ladi va yana bitta narsani aytib o'tishim kerakki, 4-chi paysasi boshqalarga qaraganda farqi 2 turbo va 4X torligida, yo'l tanlanmasligida. Shunisi bo'ladi. Shunda oldi, orqa ham motorlar. Botir aka, buni ichiga bitta o'tirib ko'rsangiz, atmosferasini sezasiz o'zingiz. Bismillah. Mana motorlar saloq holat. Полный panoramli tom. Qo'shin o'rindiqlar, podstakanlik, zaryadnik. Botir aka, bitta narsani sezdingizmi? Buni skorsini topib bering menga bitta. Skorsini nima? Orqasida Botir aka. Mana bu yoqdami? Da. Gap yo'q. Mana o'rtoqlar. Bu ham bir qulaylik, to'g'rimi? Qulaylik zo'r aka. Pamять сидения bor. Bularda isitish sistemasi, panorama, полосовое движение, manevr qilishda yordam berish tizimi, krutoy поворотlarda yordam berish tizimi, o'zini kolonkasi bor aka orqasida. Hamma taraflama zo'r aka. 2 turbo bo'ladi. Germanskiy motor, 4X tor, head-up display aka. Eshik yopilishlari ham zo'r deng. Juda zo'r, Botir aka. Mana aka. Ditskiy rejimlar ham bor aka, Bor aka. Pardalari ham bor ekan, mana bu shtorka. Mana Botir aka, o'z ko'rib turganingizdek kolonkalari bo'ladi, o'ziniki zavodchi bor ekan. Da. Qaytarish sistemasi aka. Mana misol uchun qolib ketdingiz. Mana bo'ldi. Orqaga. Bu ish kunlari qaysi kunlar aka Haval avtosalonida? Sizda Haval avtosalonida ish kunlari har kuni. Dam olishlarsiz. Bugun bayram 14-yanvar. Biz ishlamiz aka. Da. Bundan oldingi video chiqarganimizda aka 30-dekabr kuni ham ishda bo'lganmiz. 30-dekabr. 30-dekabr kuni ham. Tushunarli. Endi bugun bayram munosabati bilan obunachilarni, sizning obunachilaringizni barchasini tabriklab o'tmoqchiman. Vatan himoyachilar deydi va barchani Jizzax Haval avtosalonida kutib qolaman aka. Xo'p aka, sizga ham rahmat ma'lumotlar uchun ko'rsatib o'tib ketdik. To'g'ri kelaverasizlar. Lovoy shartlari bor ekan. Naqddan olasizlarmi, kreditmi, lizingmi farqi yo'q ekanlar. Kesalaringiz bo'lsa ham bilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Havalchi aka.